Bugungi obzorimizda 5 tonnagacha yuk ko'tara oladigan Foton Amark S yuk avtomobili. Avtomobilimiz N2 kategoriyaga tegishli. Avtomobilni salon qismiga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi hamma komfort opsiyalari bilan jihozlangan. Hamda konditsioner ham mavjud. Avtomobilni balon qismi tor kira 2, ya'ni ikkita orqa balon yetakchi hisoblanadi. Tormoz sistemasi baraban tipga ega. 2 konturnik pnevmatik bo'ladi. To'liq dizel bilan harakatlanadi. Yoqilg'i bak hajmi esa 160 litr. Avtomobilimizni umumiy uzunligi 6920 mm, eniga 2135 mm, bo'yiga esa 2320 mm. Bortimizni hajmiga keladigan bo'lsak, uzunligi 5120 mm, eniga 2150 mm, bo'yiga 550 mm ni tashkil etadi. Ushbu avtomobilimiz 5 tonnagacha yuk tashishga mo'ljallangan. Kimga ushbu avtomobilimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, Foton Imagine dilerlik markazi sizni kutib qoladi.